O'p qo'lli. Bizdan ketib qolibsizmi? Tinchlikmi? Tabriklasam bo'ladi. Nimaga? Ishga kirdim. Voy, qayerga? Mehmonxonaga borishim bilan diplomlarimni ko'rdi-da, shuni oyog'imdan quchoqlab, siz bizga ishga kirmasangiz bo'lmaydi. Bizga kerakli xodim ekansiz deydi. Iltimos. Men seni maktabdan beri bilaman, darba yetib keladi. Ishim yo'q. Sendan boshqasi yordam bera olmaydi menga. Sen diploming ham yo'q, kamling joydami? O'rganaman hamma narsani. Inglizcha bilasanmi? Rostdan. O'shani bugun yuvamiz. Endi boymizmi, pullarimiz ko'payib ketdimi? Men seni bugun eng qimmat restoranlarga xohlagan joyingga olib boraman. Hozir bitta biznes taksi chaqirganman. Keladi, bugun xizmatimizda bo'ladi. Nima? Bir kamingni seni shofyoring bo'lishim qoluvdi. Hech qachon. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi do'sting yaxshi degan. Qo'shning yaxshi deyilgan, qo'shning do'sting emas. Qo'shni do'st bo'lmaydimi? Sen menga qo'shni bo'la olmaysan. Sendan boshqa kimga yetdik? Yaqin do'stim yo'q boshqa. Meni ham do'stlaringni spiskasidan o'chir. Iltimos. Rus tilini bilasanmi? Yo'q. Ana keldi. Trekker-ku bu. Bilmayman, biznes chaqiruvdim, yurchi. Shumi biznes? Ha? Mayli, mashinaning eshigini ochib bersinlar. Biznesmi, moshinangiz? Biznesmisiz aka, ochib bering endi. Hozir. Uzr, marhamat. O'tiring. O'zingdan ketib qolmayapsanmi? Qani Mersing? Qayerda ko'rgansan Mercedesda taksi yurganini? Menga ham ochib bermaysanmi? Haddingdan oshma. Bu biznes klassmi? Ha? Nimaga supu yo'q? Rostdan nima yo'q, qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Onam yopgan kompot bor. O'sha bo'lmaydimi? U ham bo'laveradi. Bo'pti, hozir olamiz yo'lda. Sening gap so'zlaringizga qaraganda rosa boy bo'lsangiz kerak-a? Ha. Surachiga ham bugun ishga kirdilar. Oyligicha otni kallasida. Mani kallasida? Otdi. Omadingiz bor ekan, ha? Sizga bitta savol-da. Demak, hamma taksistlar biznesmen? O'zi taksist emasmi? Boshlandi, пожалуйста. Ayyo, men lekin haqiqatan ham biznesmenman. Ha, biz o'rganib ketganmiz. Hamma taksistlarning biznesi bor, bo'sh vaqti faqat taksistlik qiladi. Sir bo'lmasa. Siroch akangiz o'zi qanaqa ishga kirdilar? Kattakon mehmonxonaga ish boshqaruvchi bo'lib kirdilar. Yo'q. Biznes klassda ashula yo'qmi? Yo'q deya, singlim. Men qo'shiq eshitmoqchiman, o'zingiz aytib bering unda. Nima qiladi? Aytib bering, klient holi otdi. Hayotingizda hech qiz bolani deb kalta yeganmisiz? Aytib bering, eshitgim kelyapti. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zi ko'r bo'lmasin. Do'st tanlashda adashmasin deyman-da. Ovozingizga bir uxlasa bo'lar ekan-a. Nimaga unaqa deysiz? Ko'rpachada yegan deyman. Siz lekin rostdan ishonmadingiz-a biznesmen ekanimga? Yo'q. Meni ham mehmonxonam bor. Siroch akangizga qo'shib sizni ham ishga olishim mumkin. Rostdan. Xohlasanglar ertaga boringlar. Gaplashamiz. Boramizmi? Boramiz. Hayır. Bo'pti. Shuncha biznes bo'lsa ham duh ekan-a. Shuncha gapirsak ham indamadi. Oxiri baxayr bo'lsin. Ketdik.